Candy Toys shirinliklarini kutib oling. Bizning YouTube kanalimizga ishtirok etmoqchimisiz? Bizni mahsulotlarimiz bilan suratga tushing va ushbu QR kod orqali bizga yuboring. YouTube kanalimizda pul sovrinlari va shirinliklarimizga ega bo'ling. Ey yo hammaga assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlarmi? Bizda va nihoyat yangi rubrika ichida nima bor shousi bo'ladi. Tayyormisizlar? Nima bo'lishi mumkin ichida? Har xil narsa, tuxum, sut, achchiq narsalar, Fanta Cola farqi yo'q. Libboy narsani kokteyl qilamiz, qo'shib tashlaymiz. Agar meni navbatim kelsa, men bularga shunaqa zo'r narsa tanlab beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga yoqimli ishtaqa. Let's go. Ko'rib turganingizdek bizda shuncha mahsulot bor va ularni orasidan ikkita mahsulotni stakanchikka solamiz va ishtirokchilar ichida nima borligini topish kerak. Sizlarga ham qiziqmi? Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, hozir bu yerda shirin narsalar ham, achchiq narsalar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun men zo'r planim bor. Zafar akaga achchiqni yomon ko'radilar. Shuning uchun zo'r narsa qo'shib beraman ularga. Videoni sizlar oxirigacha ko'ringlar, like bilan podpiska esingizdan chiqmasin. Mo'sh keyingi videoda sizlar chiqib qolishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar hozir koridorga chiqib ketdi. Men ikkita o'zim mahsulotni sizlarga ko'rsataman. Aloya bilan eshitib qolishmasin deyman-da. Sugushok. Nima deb o'ylaysizlar? Kim topar ekan? Hasanmi yoki Shomahmud? Fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xullas bolalar, ikkita narsa menimcha kam bo'lib qoldi. Shunga birinchi o'zida 3 ta narsa qo'shishga qaror qildim. Buni hidini qaranglar. Bu nima? Kommentga yozib qolinglar, bilsanglar. Xullas mahsulotimiz tayyor. Endi bolalarni chaqiramiz. Xullas bolalar, meni ichimligim, maxsus eliksirim tayyor bo'ldi. Demak, birinchi bo'lib Shomahmud boshlab boradi. Yaxshi. Shomahsud edi, Shomahsud. Birinchi hidini ilaylik. Ko'rinishini oling mana. Nimaga o'xshaydi? Yoz qoldiringlar. Cho'tabasmi? Hididan bittada aloyani hidi katta. Xo'p, qaranglar. Ikkita narsa kam bo'lganiga men 3 ta narsa qo'shishga qaror qildim. Voy. Mana shu toshni hojatxonaga yuguramiz. Ayronni hidi katta bu. Aytgancha hammasini oxirigacha ichish kerak. Yo'q, umuman shart emas. O'zingiz uchun mazasini agar bilmoqchi bo'lsangiz ichib ko'rasiz. Aloe, keyin birinchisi aloe, ikkinchisi narsa bu ana zanjabil bilan ana oq narsa suribdi, o'sha achchiq narsa o'sha bo'lsa kerak. Imbir. Endi sizga galingiz. Boshida kelgan hid to'g'risidan prosta kelgan uchun aytayapman. Idishiva degan yerli hidi bo'ladi. Topdingizmi? Xo'p, endi buni ichib bilib ko'ramiz. O'tak boshlanishga yaxshidami? O'ylosdan mana mayda narsani men hozir ketganing. Sal qiynayapti, realni qiynayapti. Imbir bor. Xo'p, imbirda, imbir bormi deb o'ylaysizmi ichida? Bor deb o'ylayman. Chunki achitiraveradi. Men imbir o'zi ichganman, imbirli choy ichganman. Boshida tomoni azim qichitadi. O'sha narsa bo'lyapti. Yana ikkinchi narsa o'ylayapman, hididan prosta men anaqa qilib qo'yaman, shu idishva degan gel deb o'ylayapman. So, tagda meniki imbir, sut, yogurt. Yes. Imbir, sut, yogurt. Hozircha meniki shunaqa, lekin yana bilmasam. Ozginadan o'zgarib qoladi. Demak, sizlarning fikringizni eshitdim. Endi to'g'ri javoblarga o'tamiz. Shunchalik ekstremalt ish qilganimizda like bosmasanglar bo'lmaydi endi real. Albatta. Xullas ko'rib turganinglarda bizani ikkita o'l quyonimiz. ko'rib turganinglarda bizani ikkita eksperiment quyonimiz hozir narsalarni ichib ko'rishdi. Shomahsudda 2 ochko, Hasanda esa 1 ochko. To'g'ri mahsulotlar aloe, moloko, ya'ni sugushoniy moloko, uchinchisi esa imbir edi. Zafar ekan boshlashib bizani qo'yib berdilar. Zo'r. Do'stlar, mana tamlarni atidan kesib tashlash uchun bitta bullakka achchiq narsasidan olganman. Yogurt shirin bo'lgani uchun sut bilan adashtirib olishadi deb umid qilaman. Energetik ko'ramiz nima chiqar ekan. Sizlar shunaqa kokteyl ichgan bo'larmi deylar? Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Kim ko'proq topa oladi? To'xtang. Ketdi Hasan akam boshinglar bu. Do'stlar, birinchi ko'rinishini qaranglar. Men o'zim menimcha bitta narsasini o'gadat qildim lekin. Men to'g'risi hozir borib ichishga sal qo'rqaman. Xilab ko'ring. Kepchik. Ha? Birinchisi men 3 ta narsa qo'shdim, 2 ta narsa qo'shdim. 3 ta? Xo'p. Birinchisi kepchuk. Ichmasa bilmaysiz, diliga hech kim kelmayapti.
100 gallon ana nima edi? Da chili qo'shilgan, kimchi qo'shilgan. Hop, endi bilanganlari ko'ramiz. Bu men to'ta hozir ozgina o'zim kelib olay, yana aytaman. Hali aniq emas meniki. И sladkий hid bor. Sok menimcha, sokka o'xshayapti. Hop. Sok. Uchinchisi nima edi? Что-то chilimi deyman-da. Hozir ichib ko'raylik. Voy, prям bor. Shomiy bizani ayamadi, Zafar akam bizani ayudilar lekin. Menimcha Qo'lolari qizarib ketdi, ozgina. sok, buldak chilisi и oddiy chili. Menda xuddi buldak chilisi, oddiy chili, просто sok emas, men nimadir o'ylayman. Bezgasimizga chunki sok qanaqadir quyuroq bo'ladi. Misol uchun Quyuroq? ha yana bitta ichi bilan olgan choti. Qanaqa? Ichyapti. O'zi menga bal kerak, aniq topishim kerak. Lekin yonma yonasi hozir. Chili bo'lmasa nima bo'lishi? Keyin tamam, nima kelgan? Nima? Da, sok oxirida ta'mi keldi-da, sok. Do'stlar, Hasan akamga 1 ball, bularga ham 1 ball. Hasan akam 1 ballni bular ketidan topdilar. Hasan akam 2 marta aldagani nimaga? Men o'ylagan narsam bo'ldi. Hasan akam umuman energetik ichmaganlar. Ta'mini umuman bilmasa-da kerak deb o'ylab, haqiqatan energetik qo'shildi. Do'stlar, bitta fakt, men hayotimda bir marta energetik ichmaganman. Keyin qo'shtirdim. Keyin buldak. Nima soldim? Yogurt soldim, yogurt. Zafar akam men o'ylagan holatda Shomiyni qiynayman. Lekin kelamiz bitta ichamiz, yaxshi. Do'stlar, men ularga hozir yo Sprite qo'shaman, ichiga o'zinglar bildinglar. Такой. Umuman topishim olmaydi. Qarshi men bularga yo nimaga qo'shdim, yo azizgina qanaqadir ta'mni realni boshqacha qilib beradi. Sprite kasi bor. Men bu narsa shunaqa. Просто balki bunisi umuman topishim olmaydi deb o'ylayman. Ketdik, mix qilib ko'ramiz. Do'stlar, endi bu men tayyorlagan narsa hozir ichib, nimaligini topishlik kerak. Ketdi. Xo'p, ustida ko'rinib turibdi. Birinchisi yog'. Yog'. Tomat, hididan biladi-da. Uchinchisi nima aytib ko'ring, men aytib ko'ring. Nima deb o'ylaysiz, qani? Yo sok yoki da anu bijir suv bor. Ta'midan limonli hissini hidi kelyapti, lekin hididan degan. Gazli narsalar. Limon hidi keldi lekin kirishim bilan. Ham ichimligini topolmayapman nimaligini. Gazli lekin. Qo'lani titirdi-da. Mo'sh qo'l. Balkim chag'i tushundir. Uni orqasida nima deb turgan bo'lsa-chi. Zafar akam. Meni fikrim tomat, yog' и uchinchisi gazli nima ichimligini bilolmayapman. Menimcha kola bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zi buni bitta ko'rsatdi. Kolaga qora bo'lish kerak-da. Uribdi unaqa qarib. Ichmaganman, bor. Realni. Qanaqa balchi uchayotganda. Xo'p, birinchisi yog', ikkinchisi tomat, uchinchisi limonli chernogolovka. Xo'p, endi do'stlar, endi nimalar qo'shilganini aytish vaqti keldi. Xo'p, Zafar akamni 2, Shomaqsda ham 2. Voy! Uchinchi qo'shilgan narsa bu Sprite edi. Voy! Sprite olimi deydi, men ko'rmadim. Atilab kolani orqasiga bekish qo'ydim, shu bu kolani ko'rib, kola degan bilsin kerak. Aytdim, mana shunaqa fikr bo'lardi, bor. Yo, men bildim. Endi meni navbatim. Bu safar to'rttadan bo'ladi. Let's go. Xullas do'stlar, bizda yengillik Behruzakam ideyasi. Yuvilmagan qoshuv chunki qolgan narsalarning ham mazasini beradi. Sirli sovus. Xullas, bizning narsamiz tayyor bo'ldi. Qani bolalar, bu safar 4 ta narsa qo'shilgan. 4 ta? Aha. Har doimda birinchi o'ba ko'rinishini ko'ringlar. Nimaga o'xshaydi? Yoz ketinglar shuni. Mana shu ko'rinishidan bildim nimaligini. Birinchisi faqat qolganini endi ko'ramiz. Mana bu haqiqiy kakti. Ichish tavsiya berilmaydi. Seriozni. Qani bitta ichib ko'ring. Ya, gaplashyaptilar-ku. Xottirlar. Qalasa asarim nima gap? Yana ko'rishdik deb. Sizdagi makofiga xalaqit qo'yapti-da, bir ichidagi narsani bo'lish kerak. Chiqish kerak, uni til tekkizib bilolmayman. Chunki undan bog'iga narsalarni ichib yurib, til o'l bo'ldi tavsiya etish. Shunaqa deng. To'g'risi, realni qiynalaman. Real, hozir Shomi ichib tursin. Kofe bor, 100% bor. Hidi ham kelib turibdi, adamlar. Achuli solmadingansizlar, to'g'rimi? Makrot. Xo'p, do'stlar, meniki topsangiz ham boshida topish oson bo'ldi, keyin yo'qni topaman deb o'yladim. Короче, makofe, bezgaz, sirli sous. Xo'p, menda makofe, sous. Kecha. Sut.
Kilolarda ham. 4 kilolarda ham. Bo'lsa bam bo'ladi hozir. Kilolarda ham 2 baldan Hozir manikidan topdi bu sirni so'z. qaranglar. Yo, ma'nida ko'rdim. Ichida McCoffee, sirli sous, energetik. Mana aldashdi ikkinchi Nima marta. bilinmas ekan. Da, to'rtinchisi nima bilasizlarmi? Tuxumida. Shunga ana. Kilolarda ham 2 baldan. Keyingisi yana Shomaq suti gali. Let's go. Bular aydimi yo'q. Do'stlar, men lagishning ish qildim hozir. Qanaqa? Birinchi sut solinadi. Sutni rangini yo'qotish uchun kola, keyin aloe solaman. Aloe sirini tan berib turadi, lekin qaysi ichimlikni topmasliklari uchun men ichidagi narsasini solmayman. Keyin bitta tuxum sog'aramiz. Nima menga qiynashdi-yu. Qimmat restoranlarda sotiladigan milkshake hozir men bularga tayinlab berdim. Meni ko'rishinglar mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Buni necha pulga sotgan bo'lardi? Ko'rinishidan endi taxmin qilib ko'rasizlar, nima solingan deb o'ylaysiz? Ko'rinishdan to'g'risi bilib Bilib bo'lmayapti. bo'lmayapti rostdan. Ha, men o'ylagan narsa bahodir. Kofe ham bor. Men milkshake bo'ydini ko'r. O'zgardi o'sha. Ichgandan keyin o'zgardi. Boya ketgan narsalar Xo'p. o'zgardi. Bali, Endi endi mana galim. Xo'p. Do'stlar, meniki kofega o'zgardi. Energetik kofe, imbir va suv. Hozir shunda qoldim. Endi Zafar akamlarga eshitamiz. Ha, mana ustidagi real imbir, imbirga o'xshab turibdi. Aloening hidi bor. Aloe, imbir, sut. Keyin sut liba yogurt liba sug'ushonka ham bo'lishi mumkin, lekin bitta. sut bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bittasi. To'rtinchisi limonli sok, gazli. Do'stlar, tabriklashingiz mumkin bu rubrikamizda g'olib bo'ldilar. Chunki bir ball beramiz, to'g'rimi? Bitta topdilar. Bitta topdim atiga. Hasan akam 0 ta topdilar. Voy, men kofeda o'zi. Yo'q, kofe umuman solinmagan. Nima kofi? Nima solinganini aytib o'taman. Xo'p, sut soldim. Ha, sut. Sut soldim, to'g'ri. Sutni rangini bekitish uchun atilabdan kola qo'shdim. Voy. Mani qiynashim bularga tuxum soldim. Voy. Tuxumni ta'mini yo'q qilib uchun bir-biriga mosroq narsa sut soldim. Ha, sut bilan tuxum. Mana shuni qo'yib yuborsak, takoy bilinchik bo'ladi. Men maqta hamma narsani joy-joyiga qo'shib qo'ydim. Aloe ham topdingiz? Ha, aloe dedim. Bularda ikkita ekan. Aloe'ni ham bekitish uchun nimaga anaqa qildim? Donasini qo'shmadim, donalarini. Ustidagi nima bu? Lekin g'irt anaqaga o'xshab qolar ekanda. Keyingi gal endi Hasanning navbati. Let's go. Do'stlar, endi yana meni navbatim keldi. Mana narsalarni hozir sok. Chili. Bu nima narsa? O'zinglar bildinglar, aytmayman. Asal. Do'stlar, men o'zim tayyorlagan narsani mana ko'rishingiz mumkin boshlashiga. Hasan akam do'stlari ko'rgan bo'lsanglar mana birinchi bo'lib nimaligini hamma ko'rib turgandi. Fanta qo'shilgan. Xo'p, keyin men sharikchini nima bokini deb qo'ydingiz. Nimadir siz yurt. Achchu narsa. Sotadigan narsa yo'qmi ichida? Katta shomining. Bor-ku, okey. Ne aldaysan, Sardor. Aldaysan, Sardor. Dilim teg'ishim bilan sezdim. Narsa siz chiqmayapti, ya'ni yoli narsa emas. Demak, mana chilidan bor bitta. Aha, yana. Aldaysiz-ku Sardor aka. Xudochi shirindi, siz achchu devoru. Xo'p do'stlar, qarorchi men aytadigan narsam Fanta birinchi bo'lib, keyin chili, keyin bunaqa sous. Chili bilan anaqa kelyapti-da, limon kelyapti-da o'sha. Ikkita achchiq qo'shib olgan bo'lsa-da shoki. Ikkita kislaymikan ikki xil. Bittasi idishli, bittasi qattiq. Xo'p do'stlar, birinchi bo'lib men o'ylagan narsa chili, ikkinchisi ham chili kichkina, keyin ketchup, keyin Fanta. Aha. Mana bir ochko. Men aytaymi? Ha, katta chili, chili bor, limonli sok bor, boyaga Chernogolovkaniki, kofe bor, sug'ushonka bor. Do'stlar, haqiqiy nimalar qo'shilganini aytish vaqti keldi. Shomaq suti, afsuski 4 ta emas, bitta dona topdi. Zafar aka, gap yo'q lekin 2 ta dona topdilar. Ikkitami? Ha, 2 ta. Nima Zafar aka, Fanta nima dedilar? Fanta hali ochilmadi, hozir kamayib qolgan-ku. Badalib zal operator ichgan. Qarochi mana qo'shilgan narsalarni aytaman sizga. Birinchi o'chirda asal qo'shilgan, sok qo'shilgan, olmali sok qo'shilgan, chili qo'shilgan. Aniq buni topishdi. Eng oxirgisi bizda Limon Chernogolovka. Da, topdilar. Xuddi o'zi Chernogolovka. Zafar akamni 2 ochko, Shomaq suti 1 ochko.
Quyidagi ballar bo'yicha Hasanda 6 ball, Shomaqsudda esa 7 ball va menda ham 7 ball bo'lib qoldi. Endi bizda final round. Do'stlar, necha bo'lib qo'ygani hisobiga hozir men bularga o'zim такой shirin, необычный narsalar qo'shaman. Hozir ko'ramiz. Birinchi очередda o'zimizlarni jelopi marmeladlarini qo'shamiz. Keyingisida yogurt qo'shamiz. Keyin uchinchisi sutni qo'shamiz va oxirgisi moloko qo'shamiz. Ko'ramiz shirin narsalarda topishishligi qanaqa bo'ladi. Hozir bilan aralashtirib ko'ramiz. Ketdi. Do'stlar, mana eliksirim уже tayyor bo'ldi. Ko'rib turishingiz mumkin. Qani. Ha, endi men katta bo'lib qoldim. Boya yoza ichyapti. Xo'p. Vah, hidi yoqyapti. Mana buni qaranglar. Oppoqqina. Nima bo'lishi mumkin? Hozir bizda bilsanglar final. Achu narsa bormi? Shomaqsud bilan men. Hozir ko'ramiz. Menimcha achu narsa. Uni ichib ko'rish kerak. Cho't ichib tashlab turmagin ham qolsin. Juda mazali. O, ichida narsasi ham bor ekan. Ana, ko'rib qoldi. Bilinib qoldi. Wow, haqiqatda shirin hid kelyapti-yu, jo'ta. Shirin hid kelyapti. Ikkita narsasi nimani borligini bilmadim. Sizlar уже bilinib qoldi, mayli. Atak buni kokteyl qilib ichsam bo'lar ekan-a? Mix qilish kerak faqat. Ichida marmelad bor. Candy Toys'dan Jalopy marmeladi bor. Ichida. Va ichida yogurt bor. Sugushonka bor. Yogurt menimcha suv rangini almashtirib yuboryapti. Menimcha suv, yogurt, sugushonka, marmelad bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mayli, Zafar kamlargina eshitmaydi, Shomaqsudda gali. Xo'p, menda birinchi o'rinda har doim bunday marmelad, jalopiydan mana mashinasi, chunki ko'rinib qoldi ichida mana. Yogurt, shirin hid, asli kelyapti. Xo'p, yogurt. Keyin juda shirin bo'lib ketgan sugushonka deb o'ylayapman. Do'stlar, tayyormisizlar? Bizda final. Tayyormisizlar? Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Yutgan inson bu Zafar aka emas, Shomaqsud bo'ldi. Nimaga desanglar, Shomi почти hammasini topdi. Jilopi shirinligini topdi, molokoni topdi, yogurtni topdi va eng asosiysi sutni topdi. Voy, men sut deb o'ylayman. Ko'rib turganlaringdek bizning g'olibimiz Shomaqsud bo'ldilar. Keyingi videoda siz ham qatnashishingiz mumkin. Faqat qanaqa qilib ushbu Jalopy mahsulotlarini yoki Dipo mahsulotlarini olasizlar, Liboy O'zbekistondagi magazindan topsanglar bo'ladi. Faqat originaldan olinglar, chunki biz o'zimizning mahsulotga garantiya beramiz va eng muhimi halol. Sizlar shu mahsulotlar bilan birgalikda rasmga tushib, bizni ushbu QR kodga o'tib Telegram kanalimizga tashlaysizlar va keyingi videoda aynan siz qatnashishingiz mumkin. To'g'rimi? Shomaqsud shunday qilib qatnashavmidingiz? Albatta. Ko'rib turganingizdek, agar Shomaqsud o'rnida bo'lmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoda hozir bizga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosish esingizdan chiqmasin. Let's go.